Bugun men pensionerlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya pulini naqd shaklida olish masalasida yangi tartiblar, bank kartalari, pochta orqali yetkazish, ishonchnoma. Nogironligi bo'lgan yoki uydan chiqa olmaydigan fuqarolar uchun amaliy yo'llar. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-ona, bobo-buvi yoki qarindoshlar orasida pensiya oladigan inson bor. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik pensionerlarga naqd pul taqiqlanadi degan gapni eshitib, vahimaga tushmoqda, ayrimlar esa nima qilishni bilmay, pulini vaqtida ololmay qolishdan qo'rqmoqda. Shuning uchun men bugun masalani oddiy tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam ko'rsa, shuncha ko'p pensioner keraksiz sarson bo'lishdan saqlanadi. Avvallari ko'p pensionerlar pensiya pulini odatda ikki xil yo'l bilan olardi. Birinchi yo'l, pochta xodimi uyga olib kelib berardi yoki mahalla bo'yicha belgilangan joyda naqd pul tarqatilardi. Ikkinchi yo'l, pensiya bank kartasiga tushardi. Pensioner yoki uning yaqinlari bankomatdan naqd qilib olardi yoki do'konlarda karta orqali to'lov qilardi. Endi esa ayrim joylarda pensiya to'lovlarini imkon qadar bank kartalari orqali amalga oshirish tartibi kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, davlat va bank tizimi pensiya pullarini aniq, shaffof, o'z vaqtida va nazorat qilinadigan tartibda yetkazishni xohlayapti. Naqd pul bilan ishlaganda bir qancha muammolar bor. Pul kechikishi mumkin. Yetkazib berishda xato bo'lishi mumkin. Pensioner uyda bo'lmasa qayta kelish kerak bo'ladi. Ishonchnomasi boshqa odam pulni olishga urinishi mumkin. Ayrim hollarda esa keksa insonlarning pulini yaqinlari noto'g'ri ishlatib yuborish ham uchraydi. Lekin men bu yerda bir narsani alohida ta'kidlayman. Naqd pul butunlay taqiqlanadi degan gapni har doim ham to'g'ri tushunmaslik kerak. Ko'p hollarda gap pensiya to'lovlarini bank kartasiga o'tkazish, naqd tarqatishni qisqartirish yoki faqat asosli holatlarda naqd yetkazib berish haqida ketadi. Ya'ni pensioner umuman pulni ololmaydi degani emas. Aksincha, maqsad pulni egasiga tezroq, xavfsizroq hujjat bilan yetkazishdir. Ammo amalda bu o'zgarishlar ko'plab savollarni tug'diradi. Karta bo'lmasa nima bo'ladi? Bankomat uzoq bo'lsa-chi, pensioner yura olmasa-chi, telefon ishlatishni bilmasa-chi, karta yo'qolsa-chi, pulni farzandi olib bersa bo'ladimi? Men avvalo kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerakligini tushuntiraman. Agar sizning pensiyangiz allaqachon bank kartasiga tushayotgan bo'lsa, siz uchun katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Siz odatdagidek kartadan foydalanasiz. Do'konda to'laysiz, dorixonada to'laysiz, kommunal xizmatlarni to'laysiz yoki bankomatdan naqd pul yechib olasiz. Bu holatda asosiy masala kartaning amal qilish muddati, PIN kod xavfsizligi va bankomatlardan foydalanish imkoniyatidir. Agar pensioner pensiyasini hozirgacha faqat naqd olgan bo'lsa, mana shu toifadagi fuqarolar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, 72 yoshli onaxon har oy 2 million 200 ming so'm pensiyani pochta xodimidan uyida olib kelayotgan bo'lsa, yangi tartib sababli undan bank kartasi ochish talab qilinishi mumkin. Bu qo'rqinchli jarayon emas. Odatda bankka pasport yoki ID karta bilan murojaat qilinadi. Pensiya tayinlanganligi bo'yicha ma'lumotlar tizim orqali tekshiriladi, keyin karta rasmiylashtiriladi. Ba'zi hollarda bank xodimlari mahalla yoki pensiya bo'limi bilan hamkorlikda ommaviy tarzda karta ochish ishlarini tashkil qiladi. Keling, oddiy misol olaylik. Otaxon 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Avval pochta orqali naqd olardi. Endi pensiya bank kartasiga tushadi. U har oy pul tushganini bilish uchun bank SMS xabarnoma ulatishi mumkin. Agar SMS xizmatiga oyiga 5 ming yoki 10 ming so'm ushlab qo'linsa, bu haqida oldindan so'rash kerak. Otaxon pulning 200 ming so'mini dorixona va oziq ovqatga karta orqali ishlatadi. 1 million so'mini esa bankomatdan naqd qilib oladi. Bu yerda asosiy foyda shuki, pul yo'lda yo'qolmaydi. Kimdir nomidan olib qo'ymaydi. Karta yo'qolsa ham bank orqali bloklash mumkin. Lekin ikkinchi misolni ko'raylik. Qishloqda yashaydigan 78 yoshli pensioner ayol bor. Eng yaqin bankomat 13 kilometr uzoqda. U telefondan foydalanmaydi. Ko'zi yaxshi ko'rmaydi, bozorga ham o'zi chiqmaydi. Bunday holatda hamma o'zi bankomatga borsin deyish amaliy jihatdan to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun bunday pensionerlar mahalla pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali yoki pochta bo'limi orqali o'z holatini bildirishlari kerak. Agar
inson sog'lig'i sababli bankka bora olmasa, u yaqin qarindoshga ishonchnoma berishi, ijtimoiy xodim yordamidan foydalanishi yoki belgilangan tartibda uyda xizmat ko'rsatishni so'rashi mumkin. Yana bir muhim misol. Pensionerning farzandi onamning kartasini men ishlataman, o'zim olib beraman deydi. Men ekspert sifatida bu yerda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Agar pensioner rozi bo'lsa ham karta va pin kodni butunlay boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Chunki keyin pul qayerga sarflangani bo'yicha nizolar chiqishi mumkin. To'g'ri yo'l nima? Agar farzand yoki nabira doimiy yordam beradigan bo'lsa, notarial ishonchnoma rasmiylashtirilgani ma'qul. Shunda bankdagi operatsiyalar ham, pul olish ham qonuniy asosda bo'ladi. Ayniqsa katta miqdordagi to'lovlar, bir necha oylik pensiya yig'ilib qolgan holatlar yoki pensioner kasalxonada yotgan vaziyatlarda hujjat juda muhim. Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, kartasi bor, pin kodini biladi. Bankomat yoki do'konda karta bilan to'lashni o'rgangan pensionerlar ortiqcha tashvish qilmasin. Ikkinchidan, pensiyasi muntazam tushayotgan va bank hisobida muammo bo'lmagan fuqarolar uchun bu asosan to'lov usulining tartibga solinishi hisoblanadi. Uchinchidan, naqd pul kerak bo'lsa, ko'p holatda bankomatdan yechish imkoniyati saqlanadi. Gap pensionerni pulsiz qoldirish haqida emas, balki pulni tarqatish yo'lini tartibga solish haqida. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gapiraman. Birinchi nozik masala. Pensioner karta ochishi shart bo'lsa ham, karta ochish jarayonida pulli xizmatlarga ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, ayrim banklarda SMS xabarnoma, mobil ilova, sug'urta yoki boshqa qo'shimcha xizmatlar taklif qilinadi. Pensioner bularning hammasini tushunmasdan imzolab yubormasligi kerak. Men tavsiya qilaman, bank xodimidan aniq so'rang, kartani ochish bepulmi? Xizmat haqi bormi? SMS qancha turadi? Naqd pul yechishda komissiya olinadimi? Boshqa bankomatdan yetsa qancha ushlab qolinadi? Ikkinchi nozik masala karta yo'qolishi. Agar pensioner kartasini yo'qotsa, eng birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklatish. Bu juda muhim. Ertaga boraman. Balki uyda topilib qolar deb kutib o'tirmaslik kerak. Karta topilsa ham pin kod boshqa odamga ma'lum bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Karta bloklangandan keyin bank yangi karta chiqaradi. Pensiya esa odatda hisob raqamida saqlanadi. Karta faqat shu hisobdagi puldan foydalanish vositasi. Shuning uchun karta yo'qolsa, pensiya butunlay yo'qoladi degani emas, lekin tez harakat qilish kerak. Uchinchi nozik masala. Pin kod. Men buni juda qat'iy aytaman. Pin kodni kartaning ustiga yozib qo'ymang. Qog'ozga yozib hamyon ichiga solmang. Begona odamga aytmang. Ko'p firibgarliklar aynan shu joydan boshlanadi. Masalan, kimdir men bank xodimiman. Kartangizni tekshirishimiz kerak. Kodni ayting desa, bu yolg'on bo'lishi mumkin. Bank xodimi telefon orqali pin kod so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni tugatish kerak. Pensionerlarga buni farzandlar ham tushuntirishi shart. Chunki yoshi katta insonlar rasmiy ohangda gapirgan odamga ishonib qolishi mumkin. To'rtinchi nozik masala, uydan chiqa olmaydigan pensionerlar. Bunday fuqarolar uchun tartibni oldindan aniqlash kerak. Agar pensioner yotoqda yotgan bo'lsa, og'ir kasalligi bo'lsa, birinchi guruh nogironligi bo'lsa yoki doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, oilasi pensiya bo'limiga, mahallaga yoki bankka murojaat qilish kerak. Ba'zan tibbiy ma'lumotnoma, nogironlik hujjati, pasport nusxasi ariza kerak bo'ladi. Arizada falonchi fuqaro sog'lig'i sababli bankka bora olmaydi. Pensiya mablag'larini olish tartibini tushuntirishni va amaliy yordam ko'rsatishni so'raymiz deb yozish mumkin. Hujjat topshirilganda albatta qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini olish kerak. 5-nozik masala ishonchnoma. Ko'pchilik men onamning o'g'liman, menga hujjat kerak emas deb o'ylaydi. Lekin bank va pensiya tizimi qarindoshlik emas, vakolatni so'raydi. Agar pensioner o'zi borib pul ola olmasa, boshqa odam uning nomidan harakat qilishi uchun ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnoma notarius orqali rasmiylashtiriladi. Ayrim holatlarda pensioner notariusga bora olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibi ham bor. Bu xizmatning narxi va tartibi hududga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib aniqlab olish kerak. 6-nozik masala, pensiya kechiksa nima qilish kerak? Agar pensiya odatda oyning 10 sanasida tushgan bo'lsa, lekin bu oy tushmasa, birinchi navbatda bank ilovasi, bankomat yoki bank filiali orqali hisob holatini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling.
Ba'zan karta muddati tugagan bo'ladi. Hisob raqam o'zgargan bo'ladi. Hujjat yangilanishi kerak bo'ladi yoki texnik kechikish bo'lishi mumkin. Eng yomon yo'l. Pulimni bekor qilishdi deb vahima qilish va noma'lum odamlarga hujjat berib yuborish. Har bir masalani rasmiy idora orqali tekshirish kerak. 7-nozik masala qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlar kartaga pul tushishi bilan bir qismi ushlab qolinganini ko'rib hayron bo'ladi. Bu aliment, kredit, sud qarori, kommunal qarzdorlik yoki boshqa majburiy ijro bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatda bank har doim ham sababni to'liq tushuntirib bera olmaydi. Chunki ushlab qolish ijro hujjati asosida bo'lishi mumkin. Shunda majburiy ijro byurosi sud qarori yoki qarzdorlik manbasini aniqlash kerak. Pensioner o'z pensiyasidan qancha miqdorda ushlab qolish mumkinligini ham alohida tekshirtirishi lozim. Chunki qonunda ayrim cheklovlar bo'lishi mumkin. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, pensionerning hozir pensiyani qanday olayotganini aniqlang. Naqd olyaptimi, kartaga tushyaptimi, pochta olib keladimi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan olyaptimi? Shuni bilmasdan turib keyingi qadamni to'g'ri tanlab bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani bo'yicha ma'lumot, telefon raqami. Agar kerak bo'lsa, nogironlik hujjati, tibbiy ma'lumotnoma va ishonchnoma tayyor bo'lsin. Agar pensionerning familiyasi, manzili yoki telefon raqami o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlar ham yangilanishi kerak. Uchinchi qadam, bank yoki pensiya bo'limiga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri savollar quyidagilar. Pensiyam qaysi hisob raqamga tushadi? Kartamning amal qilish muddati qachongacha? Naqd pul yetishda komissiya bormi? SMS xabarnoma pulimi karta yo'qolsa qayerga qo'ng'iroq qilaman? Uyga xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Ishonchnoma bilan kim pul olishi mumkin? Shu savollarni berishdan uyalmang. Bu sizning pulingiz, sizning huquqingiz. 4-qadam, pensionerga kartadan foydalanishni amalda ko'rsating. Faqat mana karta ishlataverasiz deb qo'ymang. Bir marta do'konga birga boring, terminalda to'lov qilishni ko'rsating. Bankomatdan 1000 so'm yechib ko'rsating. Qaysi tugmani bosish, pin kodni qanday yopib kiritish, chekni olish yoki olmaslik, kartani bankomatdan chiqarib olishni tushuntiring. Keksalar uchun bu mayda narsa emas. Bu ularning kundalik xavfsizligi. 5-qadam, pul tushishini nazorat qiling, lekin pensionerning mustaqilligini ham hurmat qiling. Farzandlar ko'pincha men hammasini o'zim boshqaraman dedi. Bunda ehtiyot bo'lish kerak. Pensioner o'z pulining egasi. Agar u aqli raso, mustaqil qaror qila olsa, uning roziligisiz kartasini olib qo'yish, pulni nazorat qilish yoki pin kodini majburan bilib olish noto'g'ri. Yordam berish boshqa. Pulni egallab olish boshqa. 6-qadam. Agar pensioner yurishga qiynalsa, yozma ariza qiling. Mahallaga og'zaki aytib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Arizada pensionerning to'liq ism, familiyasi, yashash manzili, telefon raqami, muammo mazmuni va talab yoziladi. Masalan, sog'lig'im sababli bank filialiga borish imkoniyatim yo'q. Pensiya mablag'larini olish va bank kartasini rasmiylashtirish bo'yicha uyda yoki masofadan xizmat ko'rsatish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring. 7-qadam. Firibgarlardan himoyalaning. Hech kimga karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod, pasport rasmi yoki plastik karta rasmini yubormang. Pensiyangiz oshadi, kodni ayting. Kartangiz blok bo'ladi. Tezda ma'lumot yuboring. Yangi qoida chiqdi. Pulingizni saqlab qolish uchun bizga o'tkazing degan gaplar juda xavfli. Rasmiy idora hech qachon telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. 8-qadam. Yaqinlaringiz bilan oldindan kelishib oling. Agar pensioner kasal bo'lib qolsa, kartani kim saqlaydi? Bankka kim boradi? Ishonchnoma kimga beriladi? Dorilar uchun pul qanday ajratiladi? Kommunal to'lovlarni kim to'laydi? Bu savollarni muammo chiqqandan keyin emas, oldindan hal qilish kerak. Oilada ochiq kelishuv bo'lsa, keyin nizo kamroq bo'ladi. 9-qadam, barcha to'lovlarni yozib boring. Ayniqsa pensiya kichik bo'lsa, har bir so'm muhim. Masalan, oy boshida 1.500.000 so'm tushdi. 300.000 doriga, 400.000 oziq ovqatga, 200.000 kommunalga, 100.000 transportga ketdi. Qolganini yozib borish pensionerga ham, yordam berayotgan farzandga ham aniq tasavvur beradi. Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin. Murakkab ilova shart emas. Demak, pensionerlarga naqd pul taqiqlanadi.
degan gapni eshitganda darhol vahimaga tushish kerak emas. Asosiy mazmun shuki, pensiya to'lovlari bosqichma-bosqich tartibga solinmoqda, bank kartalari orqali to'lash kengaymoqda, naqd pul tarqatish esa ayrim holatlarda kamayishi mumkin. Lekin pensionerning asosiy huquqi o'zgarmaydi. U o'z pensiyasini olishi kerak, o'z pulidan foydalanishi kerak va sog'lig'i yoki yoshi sababli sarson qilinmasligi kerak. Men sizga eng muhim narsani yana bir bor aytaman. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kartangizni tekshiring. PIN kodni hech kimga bermang. Bank va pensiya bo'limidan aniq ma'lumot oling. Uydan chiqa olmaydigan pensionerlar uchun yozma murojaat qiling. Zarur bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiring. Shunda yangi tartib siz uchun muammo emas, aksincha pensiyani xavfsizroq olish vositasiga aylanadi. Endi sizdan so'rayman. Sizning hududingizda pensiya hali naqd berilyaptimi yoki kartaga o'tkazildimi? Bankomat uzoqmi? Karta bilan muammo bo'lyaptimi? Pochta orqali olishda kechikish bormi? Fikringizni izohlarda yozing. Chunki boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya olgan yaqinlaringizga yuboring.